Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buqalarimiz safiga yana bitta buqa qo'shildi. Xudo xolasa yangi buqa oldik. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, videomizni buqa olmoqchi bo'lgan aka-ukalarga jo'natib qo'ysanglar, buqani ma'lumotini beraman hozir. O'zimizning mahalladan bitta dehqon akadan oldik. Yoshini 2 yosh deyishdi. Vesini o'zim taxminan aytaman. Yo'q, taxminan aytmayman. Vesini sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men narxini aytaman. Narxini 30 millionga oldik. Semiz, yaxshigina semiz, ozg'in emas. Bo'yinlari yaxshi ekan. Oldi katta buqa ekan. Orqasida ozgina bor. Xudo xolasa yaxshi niyatda oldik. Bir 30 kun uzog'i bilan 50 kunda etiltiraman deb oldim. Natijalarini oxirida Xudo xolasa ko'rsataman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli akalar. Xudo xolasa menni to'ldiramiz hali. Har kun sizlarga yangi videolar chiqaramiz. Buqalarimizni kechqurun qarashga keldik. Buqamizni joyini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sog' bo'linglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.